jamiyatdagi mana bu adolatsizlik to'xtatilmasa, agressiya to'planaveradida, ona kimga kuchini ko'rsata oladi? Buni bola pulini o'g'irlayotgan hokimiyatda o'tirganligimi? Yoki bir pulga qimmat, halidaqa foydasi yo'q. Nima 80-90% deputatlar, senatorlargami? Kimga kuchini ko'rsatadi? Yoki militsiya kuchini ko'rsatadimi? Agressiyani mana bu jismoniy nuqtadan chiqarib yuborish uchun, adrenalinni sochib yuborish uchun bolaga kuchini ko'rsatadi. Bolani uradi. Bu yoqdan eng ko'p tug'ilayotgan O'zbekiston mana 700 ming, 750 ming tug'ilish bor. Bu yoqqa ko'rsatadi. Hozir mana biza nima uchun bitta bolalar ombudsmanda yo'q bitta. Mana to'rtburchak stolingiz dumaloq bo'lsa, mana kesib. Nega haligi inson huquqlarini himoya qiluvchi nimalar, bolalardan huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar nega bitta yo'q? Nega hadeb biza gapiramiz misol uchun. Yana aytaman. Au keyin televizor ko'radida, anada qaysidir viloyat hokimi mashinasini orqasini ochib pul tarqatsa. 8-sinf aqlli bola qariydi-da, ada dedi. Oyi, bu yoqqa keling dedi. Ha, bolam dedi. Mana otam dedi, ko'cha supurib yuribdi, injener diplom bilan dedi. Ana o'rislarning ko'chasini dedi. Bu dedi, hokimda qancha oyligi nech pul uni dedi. Kim aytadi menga hokimning oyligi nech pul? Marhamat, mana shu ko'rsatuvni yozib chiqsin. Vazirning oyligi nech pul? Men 1 yil oldin aytdim, tibbiyotni rivojlantirish uchun har bir viloyat hokimi, har bir vazir qayerda propiska bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda davolansin deb. Yoki ana bu ikkita propiska больница, hukumat больницасini men aytdim. Bittasini bolalar reabilitatsiya markazi qilish kerak. Bittasini postkomatozniy reabilitatsiyani markaz qilish kerak dedim. 16-go'r больницаdan chiqadi. Komada, nima qiladi? Bo'limlarga yuboradi. Bo'limlardagi vrachlar komadan chiqqan bemorni davolashga ularning o'quvi yo'q. Reanimatsiya 10 kun ishlaydilar bo'lsa. Mari 20 kun ishlasin. Qani bizada post reanimatsion nima markazlar? Mayli, men xursand bo'ldim. Bolalar onkologiyasi bo'yicha yaxshi bir qarorlar qabul qilinib, nima bo'linyapti? Pul ajratilyapti. Endi o'sha ajratilgan pullar rostdan ham agar yetib qolsa, nima bo'lmaydimi? Shunaqa insonlar bor tepada. Shunaqa bo'rilar bor. Pul uchun onasini sotadi. Pul uchun juft xolani sotadiganlar bor. Ularga pul bo'lsa bo'ldi. Men haligi halollik vaksinasini ishlab chiqish kerak, o'ylab topish kerak deydi-ku. Prezident bu yerda bilasizmi nima? Vatanparvarlik indeksi degan tushunchani kiritish kerak. Vatanparvarlik indeksi. Hozirgi zamonda O'zbekistonda mansabdorlar, mansab pog'onasini oshgan sayin ularda vatanparvarlik indeksi tushib boradi. Buni hayot ko'rsatyapti. Masalan, neyropsixologlar aytadi. Vatanparvarlik indeksi eng yuqori bilasizmi kimlarda? Bog'cha opalarda, maktab o'qituvchilarida, vrachlarda haligi nima beradi-yu? Har yil korrupsiya eng avj olgan tashkilot deb bular ta'lim vazirligi bilan tibbiyotni beradi. To'g'ri, korrupsiya bor. Eng korrupsiyaning o'chog'i, eng yadrosi bu viloyat hokimiyatlari va vazirliklar 70-80%. O'sha yerda hamma razolat ham, o'sha yerda hamma qani bolalarga ajratilayotgan pullar, qani sotsial обеспечение. Kecha menga tarqoq skleroz bilan bemor keldi. Ana bu yerda ko'rdim. Wilson Konovalov kasalligi diagnozini qo'ydim. Yana bittasida bor dedi, kam uchiradigan nima? Yo'q edi, men yozib berib yubordim. Bir marta aytsam 3 million 4 million beramiz dedi. 20 million 30 million ham yetmaydi. Nega harigacha sug'urtali tibbiyotga o'tilmadi? Nimaga biz mana tanamsiz hozir kiring zarf qo'yib oldik deb 30 tacha intervyu bergandirman.